taqqos deydi. Alloh Qur'oni Karimda va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Ey, men bergan ne'matni gapir deydi Alloh. Gapir deydi. Gapirish Rasululloh hadislar bor. Allohning ne'matlarini gaplashib o'tirish shukrdir. Gaplashmasdan tek o'tirish bu kufroniy ne'matdir deydilar. Gapirish kerak, bu bizga berilayotgan bu ne'matlarni gapirish kerak. Bilganimizcha, gapirib tugatalmaymiz. Hozirgi yoshlarga shuni tushuntirish kerak. Bugun tomdan tarasha tushgandek tushib qolganlar uchun hayot shu, bo'ldi, tamom. Yo, bunga qana bo'lib oldin nima bo'lgan? Hayot qandoq bo'lgan? Mana hozir bitta oddiy misolda to'y qilaman, to'yxona oqtaring, topalamisiz shu bir oy ichida to'yxona, bo'sh to'yxona. Topolmaysiz. Nimaga topolmaysiz? Hammasi ochirib to'y. Nimaga ochirib to'y? Xalq qo'lda pul borligi uchun. Nimaga qo'lda pul bor? Biznesga sharoit bo'lganligi uchunmi? Endi qarang. Shu yerda o'tirganlar mana 45 dan tepasi. Paxta sezonida kim to'y qilgan aytingchi? Sir paytda. To'y bas, 5 to'y qilinmagan. Paxta sezonda bu degani o'sha paytda ham endi sentyabrga yaqin etdi, endi bir xil paytda ochilgani o'zi. Deyarli 3 oyga yaqin birov marosim qilinmagan. Bu o'lsa tashqarida hidlanib ketmaslik ko'mishga ruxsat bergan u. Birov to'y qilinmagan paxta sezonida. Hozir mana paxta sezon. To'yxona topalasizmi? Yo'q. Yana nima qilsin bizga? Ham zapravkaga kirsangiz, shom bo'lib qolsa o'qib olyapsizmi? Nima qilsin yana bizga? Aytaman, xo'p, hozirgi kunlarda mana o'qish boshlandi. Ilohim bolalarimiz yaxshi o'qisin. 7:30 dan 9 gacha asabingiz buziladigan darajada probka bo'lyaptimi? Lekin asab buzishdan oldin bitta xursand bo'lib qo'ying. Probka nimadan bo'ladi? Mashinadan bo'ladi, to'g'rimi? Tirbandlik. Mashina ko'payib ketdi. Qatdan ko'paydi mashina? Qo'lingizda pulingiz borligi uchun oldingizmi? Ha, pulingiz yo'q bo'lsa qatdan olasiz mashinani? Pul qatdan keldi qo'lingizga? O'z uyingizda chiqarib oldingizmi apparatda? Imkoniyatlar borligi uchun topyapsizmi axir shuni? Endi qarang. Qaysi davlat bo'lsa qiziqing. Qaysi davlatda urush bo'lib o'tgan bo'lsa yoki bo'layotgan bo'lsa qiziqing. Hammasiga o'sha xalq o'z aybdor. O'sha yerga kirib urush chiqaraman deganlarga og'zini ochib turavergan, og'zidan suvni keltirib. 155 ta yaxshilik qolib, 6 ta yomonlikni gapirib ko'ryapsanmi sana deydi. Bizining nimaga 9000 deydi. Senga nima? Qo'yamiz 9000 ni. 15000 dan ham qo'yamiz. Senga nima? Senga nima qizig'i bor? Xudo bersin qo'yamiz. Pul yo'q bo'lsa 2000 so'mdan ham qo'ya olmaysiz. Qayerda qo'yasiz 2000 so'mdan ham? O'shaning uchun men aytaman, ey, yangiliklarni ko'ring, axborotni ko'ring. Mana 3 kun, 4 kun oldin prezident selektorlarda bo'ldi-ku. Mana ekin tikinlarni ko'paytirish, mana tovuq go'shi, go'sht mahsulotlari, yerdagi ekish mahsulotlari, uni gektarlarni ko'paytirish, Tbilisi qilaman deganlarga sharoitlar, ekin tikin qilaman deganlarga sharoitlarni qilib berishi haqida hokimlarga topshiriqlarni kiring, YouTube'ga ko'ring. Mana men bugun aytaman, ko'rib shunaqa xursand bo'ldim. Hamma viloyatdagi statistik ma'lumotlar 3 yil oldin qanaqa bo'lgan, hozir qanaqa? Tuxum sonlari aytilyapti bu joyda. Millionlab donalar ko'paytirilgan. Tovuq boqish masalasi. O'zimizga bog'liqmi? Mana shu yerda yeri borlar, qishloq shoirda yashayotgan. 10 sotik, 8 sotik, 20 sotiklar o'rab olganlar. O'ziga o'zi savol beringchi, shu 20 sotigingizdan foydalanyapsiz? Bir qarich yeringizgacha bo'sh qoldirmay ekyapsiz. Siz bunga qiyomatda javob bermayman deb o'ylaysiz. Javob bermayman-da, shunaqa javob berasiz hali. Katta yerlarda o'ziniki qilib olib, ekmasdan unumli foydalanmay ekan. Eking, siz bozordan o'sha 100 kilo kartoshkani olmasdan bitta oddiy iqtisodiyot sizlarga tushuntiraymi? Shu qishloq ahli so'zingizni, kartoshkangizni, piyozingizni o'zingiz yetishtiringda, bozorda avtomatik tarzda narx tushadi. Nimaga siz olmaysiz?
O'sha 100 kiloni 100 yetishtiring. Bozorda 100 kilo kartoshka sotilmaydimi? Shahar ahliga qoladimi? Yeri yo'qlarga qoladimi? Narx tushadimi? Tuxum bozordan olmang, o'zingiz uyingizda tovuq boqib tuxumingizni o'yingizda. Biz domda yashaydiganman, kvartirada yashayman. Tovuq boqa olmayman-ku men. Qayerda boqaman men? Bizga tushadimi narxi? Ko'katingizni o'zingiz eking-da. Tutdi shoqi bor-ku, bolalarni oldin urulardi. Shundan 6 tasini bukib turib, erta bahor, sal sovuq paytda kilonkani yopib sepib qo'ying-da, 1,5 ga 2 joyga 3 kvadratga. Yeb ulg'itolmaysiz o'sha joyda ko'kat. Qilmayapti shuni. Hayron qolasiz. Qilmayapti. Men armatura demayapman. Tutdi shoqini shuni bukib turib kilonkani to'sib turib, erta bahorali odatiy yerda ekmaydigan paytda sepib qo'ying-da. Ishoning 1,5 ga 2 metr joyni ko'katini yeb tugatalmaysiz. Ko'kat bilasiz, o'rasi ertasiga o'sib chiqadigan narsa. Yeb tugatalmaysiz. Shuni qilmayapsizlar. Shuna yeri borlar, qilmayapti. Narxni o'zimiz oshiryapmizmi? O'zimiz oshiryapmiz. To'g'ri, ba'zi birlar bor, yemga qadaladigan. Yemga qadaladigan narsalar ham bor. U xolamay u yoqqa bog'liq. Yemni narxi oshdi, hayvonni arzon sota olmaydi. U to'g'ri. Kimdirlar sun'iy ravishda agar yemni qimmatlatgan bo'lsa, hammasi harom o'shalarga. Qiyomatda javob beradi bu ishiga. Lekin biz o'zimizning imkoniyatimizdan kelib chiqib qiladigan narsani qilmayapmiz-ku. Siz topgan dardi narx qimmat. Nimaga qimmat deb o'ylaymizmi? Nimaga palon joyda urush bo'ldi deb o'ylaymizmi? Mahallangizda bitta begona odam qanaqadir boshqacha o'ralashib qolsa, kim birorta odam aka yo uka yo opa yaxshisiz, nima xizmat deyapsizmi? Xo'p, uchastko'y boshqa joyda yurgandi. Deyapsizmi? Demayapsiz-ku shuni. Nimaga yuradi aytdi? Hokimiyat bo'lmasa, prokuratura bo'lmasa, yo bir reanimatsionniy banisa bo'lmasa mahallada nimaga izg'ib yuradi begona odam? Nimaga yuribdi u? Bitta odamni oldiga bitta odam ko'p qatnab qoldi. Nimaga qatnayapti? Nimaga degan savol. Mana o'sha bitta oqimni 97-yilimikin bitta aqlli novvoy ushaydi o'shani. Shu o'zimiz vodiyda bo'lgan narsa. Aqlli novvoy ushaydi o'shani. Novvoy odam ushaydi shuni. Qana ushagan desiz, kunda 30 ta 40 ta non olar ekan. Kunda bitta odam. Sotargan, berargan. Hayron bo'l, nimaga bunaqa deb. Shuni qiziqib borsa, uyida o'sha bemazhablar jangovar tayyorgarlik ko'radigan hujrasi bor ekan. Ko'ryapsizmi novvoyda umniyligini? Sal aql ishlatsak bor-ku, ishoning birortasiga bas bizni oilamizda, bizni mahallamizda yo yurtimizda notinchlik chiqarish. Men o'kiribda mavizada oddiy misol bilan tushuntirib berdim. Oddiy qishloqcha jaydari qilib. Mana tandirda o't yoqamiz, non yopish uchun hammamiz yoqqanmiz, onalarimizga, ayollarimizga yoqib berganmiz, yoqib ham beramiz. Ayollarki biz yoqamiz, ular non tayyorlaydi. Vog' bo'ladi, o'sha g'o'zapoyani vog'i. Shunday olib kelib, g'o'zapoyani vog'ini sindira olasizmi? Siz bilan menga bas, dunyodagi jahon chempioni ham sindira olmaydi buni. Noto'g'ri bo'lsa ayting. Tijilavesda tosh ko'tarishi jahon chempioni ham sindira olmaydi bir vog' g'o'zapoyani. Sindira olmaydi uni. Sindirish uchun nima qilganmiz? 3 ta olib sindirib tiqib, 4 ta olib sindirib tiqib yoqqanmizmi? 3 ta 2 tadan sindiramiz, to'g'rimi? Dushman xuddi shu stilda ishlayapti hozir. Dushman dunyo miqyosida ham, davlatning ichida ham shu stilda ishlayapti. Nima qilyapti? Biz bir vog' bo'lsak, bizni sindira olmaydi bular. Ularga bas sindirish. Bir vog' g'o'zapoya bo'lsa, masalan, sindira olmaydimi? Hozir bizdan bir vog'dek inoq bo'lsak bor-ku, ishoning birortasi bizni sindira olmaydi. Nima qilyapti? Bizni alohida qilyapti. Soxta tariqatchilar, vahobiylar, hizbutlar, nurchilar, qorasallalar, shohidiyalar, ma'rifatchilar nechiga bo'libdi vog'da o'zi? Bo'libdimi? Ana sindirish oson.
Sindirib ham o'zi kelib sindirmaydi. O'zimizni o'zimizga sindiradi. Sindiryapti ham. Mana vahobiy hizbutlar bizga qarshi. Soxta tariqat ahlini gapirsangiz xo'mrayadi bizga qarab. Bizga xuddiki havas, bularni yomonlash yo bizga oylik beradi, xuddiki pagon beradi, havasmish. Yana bitta To'g'miya internetga nima yozib qo'yibdi? Endi nima deysiz endi? Shu hali qaysidir bayram haqida, mustaqillikni bayram qilish haqida gapiruvdim-da. Endi nima deysiz endi? Iloji yo'q-da, bular ham yozib berganda o'qiydi-da deb qo'yibdi. Ha, qiyomatda hali hammasi javob beradi. Bizga kim nimani yozib beryapti ekan? Qani, isbot bormi? Kim bizga nimani? Mana yozib bergan. Kiring Muslim o'ziga. Mana, oling, mana o'qing. Birorta noshariy gap bormagan mana shu yerda. Biror dona. Bu qo'llanma bu. Mana shuni o'qib, shuni ushlab o'qib berganimni ko'rdilarmi mana shu 23 yil ichida? Men o'sha o'qib bermaymanmi? Bu qo'llanma bu imom uchun. Mana tezis mana. O'sha nima deyotgani bo'lsa mana O'zbekiston bo'yicha hozir tinchlik, tire, oliy ne'mat haqida tema ketyapti. Mana shu O'zbekiston musulmonlar idorasi. Chunki u to'miyalarga o'sha bizning hayotimiz podabasta, kim qaqa o'tlab ketadigan. Biz tartib bilan yashaymiz biz. Bizning O'zbekistonimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi bor. Diniy idora bor. Bizning boshlig'imiz bor, bizning muftiyimiz bor. Bizni taftish qiladigan komissiyamiz bor. Biz shoqimizga urib turadigani bor. Sen nima deyapsan? Bu yoqqa kelib bolacha deb turib bizga tanbeh beradigani bor. Burch etganda oyog'imiz osmondan o'tib ketadigan joylarimiz bor bizni. Bo'lsin ham. Nimaga men mikrofonda chiqib olib jumada xohlagan gapimni gapirishim kerak ekan? Nimaga kim xohlasa xohlagan masalasini qilaverish kerak ekan? Din bu tartib bu. Din bu itoat bu. Ati'ulloh va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Allohga itoat qil, payg'ambarga itoat qil, boshliqlaringga itoat qil. Bugun boshliq bo'lmasa nima bo'ladi? Xuddi cho'poni yo'q podaga o'xshaymiz. Sinamoqchi bo'lsangiz, bitta podaga borib cho'ponni shuni olib keting 3 soatga. Keling qo'ylar nima bo'ladi? Boshliq bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. Mahalladan boshlaganmi? Dunyoda mahalla institut siz nima u deyapti? Nima u mahalla tushunmayapti. Kelib o'rganib tan berib yuboryapti. Tan berib yuboryapti mahalla institutiga. Ha bu azaldan bu mahalla qadriyati biz azaldan bo'lgan. Yosh kattalar biladi. Oldin mahalladan haydalib ketishdan qo'rqib ham ramkasida yurgan. Mahalla oqsoqoli rais desa borib manman degani qo'lini ko'ksiga qo'ygan. Qani hozir o'sha itoat? Mahalla raisi hasharga chaqirsinchi, kim chiqyapti hozir? Dushmanlarga shu narsa kerak, itoatni yo'qotish kerak, itoatni. Itoat yo'qolsa bo'ldi, tamom. Hamma poda bo'lib ketadi. Keyin u dushmanlar endi ko'zlagan maqsadiga erishadi. Qaysidir ma'noda maqsadiga erishaman degdi, chuchvarani xom sanadi, mana yaqinda bo'ldimi? Bo'ldi. Ochiq bo'lib ketdi. Fotolari tarqadi. Ularga berilgan summa pullar internetda tarqadi. 7 million, 10 million, 13 million, 14 milliondan berilganlari. Ha, ular pulli qullari ular. Pul uchun vatanni sotgan, pul uchun orqasini sotadi bular. Ishoning sotadi. Yaxshi pul beringda sotadi. Endi nomini aytmay qo'ying. Endi o'ylang, siz cho'ntagingizni o'ylab shu kelajak yosh avlodni, millatni, vatanni, dinni o'ylamasdan cho'ntagingizni o'ylab xohlagan ishingizni qilib ketaversangiz, men shu ishni qilib ketaversam, ertaga nima bo'ladi hayot? Nima bo'ladi bunaqa? Mana hozir mana shu yerda imomman deb turib, shu imomlik vakolatimdan noto'g'ri foydalanib, suiiste'mol qilib, keyin endi bir narsalar qilib olay deb turib, nimadir noto'g'ri ishlarni qilib ketaversam. Tasavvur qiling, imom masjid pulini yesa. Nima bo'ladi unda? Tasavvur qiling, imom nikohmi keling aka. Nechinchisi? 3-chi. Uzating 500 ming. Rozimiz Alloh ketdi. Shuna qilaversa nima bo'ladi? Hayot. O'sha uylanayotgan bola, birinchi oilasi nima bo'ladi? Mana tuman shaharlarda eshityapmiz. Inshaalloh shu tez kunlarda aniq bo'ladi. Biz tumanimizda ham bor ekan. 3 talaqni, 2-chi xotinga, 3-chi xotinga nikoh qo'ygan ekan. O'zim topayda.
Xudo xohlasa, inshaalloh nikoh qilsa lov uchadigan qilaman, shaxsan men o'zim. Lov nimaga uchyapti deydigan qilaman inshaalloh. Yana shularni gapirsaymiz, yana chiqib oladi internetga. Hali chala bilimdan sabzilar bor. Voy nikoh Qur'onda unadigan, endi bu auditoriyada to'g'ri kelmaydi-da. Sen o'zingni kim ko'ryapsan? Bizni kim ko'ryapsan sen? Yana daroda domlasiga chiqarishadi. Bitta mavzu avj olib ketsa, sodiqaga chiqadilar, yuvosh yoqib olib, bismillahirrohmanirrohim boshlaydilar keyin. Nikoh bunaqa, sen bilgandir nima, biz bilmaymizmi biz? Ya'ni mo'minini chiqartirishadi darroda. Mo'min qul degani bor ani Mahmud. Boshladi bu, bular ashnaqa buyruq beradi bu. Ogohlik davr talab ekan. Mabodo o'shalarni eshitadiganlar bo'lsa, qalbingizda bizga unaqa adovat qilmang. Sizni domlangizni yomonlamanga havas bas. Men domlangizni yomonlasam ishda turaman, yomonlasam ishdan ketaman bas. Domlangiz o'nalsin, erkak basman shu yerda mikrofonda turib, agar mashi bola mazhabda o'tdimman, ishlarim noto'g'ri ekan desa, mashi yerda men o'zim shuni maqtamasam erkak basman. Shuni maqtayman, nimaga maqtading? Sen ishdan ketdingsa ketaveraman. To'g'ri mazhabda yurgan odamni noto'g'ri deyish bilasin, meni Alloh tiqib yoradi jahannamga men. Menga kerak emas u. Mana nechta xo'p chet elda yurib, to'g'ri ma'viza qilib yurganlarni yomonlamayapsiz-ku, gapirmayapsiz-ku. Yomonlamayapsiz-ku. Yomonlamaymiz ham.